Zo'rasin. Bizlar shuni nimasi balikchiga. Hurmatli aka-ukalar, mana otbozlar mana otini boqyapti 1 yildan buyon. Shunday. Ot bo'ladigan to'y. O'zini nimalari, shu boytallarning bolalari. Mana bunisi, mana ikkita ho'k. Realni ho'kcha mana. Navozcha ekan. Navozcha. Navozcha. Ikkalasi tana. Ha, ikkalasi tana. Mana nasib bo'lsa avtomobil yuradigan aka-ukalarimiz uchadi akalar mana. Nasib bo'lsa ketaverasiz Qashqadaryo, Surxondaryo, bu yoq Vodiy Toshkentgacha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Samarqand viloyati Fazlurg'om tumani Kanal yoqada Shodiyor bobomizning xonadonlaridamiz. Alloh nasib qilib farzandlarini bugun Xudo xolasa ko'pkari to'yini belgilash maqsadida bizni taklif qildi. Xudo xolasa biz tashrif buyurdik. Bugun sizlar bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? To'ylar muborak bo'lsin. O'zlari yaqinda. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ana Xudo xolasa bir ma'lumot berib o'tsangiz, qaysi kunga belgiladingiz, qanday chopiladi? Assalomu alaykum. Avvalo shu palvonlar, otbozlar, muxlislar. Mana bugun Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Elbek mahallasining Kanalyoqa qishlog'ida yana bir shov-shuvga sababchi bo'layotgan O'zbekona millatimizga xos bo'lgan ko'pkari o'yinlar boshlanyapti mana. Belgilangan 1 oydan beri hamma joyda chaqirilyapti. Endi mana shaxsan blogerni chaqirdik. Siz aziz mehmonlarni, keluvchilarni ishonchni qozonish uchun mana 28-kuni nasib bo'lsa shu qo'nig'i bor. To'y egasi mana O'tkirbek aytganday Saqib Shodiyor aka 1987-yildan toki 2025-yilgacha bo'layotgan ko'pkarisini 4-ko'pkarisi bu. Xudo xolasa ko'p palvonlar kelib chopib ketgan ko'pkarisini mana bu ko'pkaridan ham shu norozi bo'lib ketmaydi. Xudoga shukr. Zotlari realni mana qo'yiladigan o'zingiz ko'rsatdingiz. Tonalar, ho'kizlar, mana toylar, tuyalar, avtomobil. Hali yana chetdan keladigan ancha solimlarimiz bor. Toy tuyalar keladi chunki sababdan qayerga borsa toy tuya aytib bergan yigitlar. Shu palvonlardan iltimos qolamiz, shu 28-kuni qo'nig'imiz bor, xudo xolasa. Ey-joy bilan ta'minlanadi, kutib olamiz. Tashrif berishlaringizni so'rab qolamiz. Mana mahallakom yonimizda, qishloq oqsoqollari yonboshimizda mana kutib oluvchilar. Shu nasib bo'lsa, hammangiz yaxshi bo'ladi. 100% jipga chopiladi. Keyin har bir zot $100 kam bo'lmaydi. Bunga joqqa javob. O'ylanmay kelaveringizlar, muxlislar, palvonlar, otbozlar, sayizlar. Sizlar kutib qolamiz. 28-kuni qo'niq, 29-kuni oshga, abitdan keyin ko'pkari chovasizlar. Yana birorta so'zlar bo'lsa, mana aytingizlar. To'y egasi mana bobomiz. Xudo xolasa to'y chiroyli ajoyib bo'lsin. Mana elga siz birini bering, Alloh sizga menga ko'pini bersin. Xudo xolasa mana zotlarni akamiz aytib o'tdi. Nasib bo'lsa bir boshdan yana ham ko'rsatib o'taylik, xalqimiz ko'rsin. Birinchi avtomobil. Vaqtda endi Xudo xolasa. Mana avtomobil mana shu Surxondaryoga beradimi, Qashqadaryoga beradimi, Samarqandga beran, benzinga ham yuradi, metonga ham yuradi. Hozir bizni o'zi yuqorida kutib oldi. Ko'chada qoldirmaydi. Mana mashina. Hamma joyi normal, cho'tki, bir kalitda oladi. Xudo xolasa. Boshtovoqqa. Boshtovoqqa avtomobil. Keyin mana bu tuya mana misol. Yana qush tuya Xudo xolasa. Qush tuya mana. Hali yana tuyalar keladi. Endi to'y yegani zoti bu. Ha, bu o'zi realni bu to'y egasining zotlarida. Mana bitta. Mana birinchi tuya hamda mana katta, ikkinchi tuya nasib bo'lsa. Mana. Hurmatli aka-ukalar. Bu O'tkirbay yana o'ylamasin, muxlislar, palvonlar ot yig'ish uchun, palvon yig'ish uchun realni mana shu narsa qo'yilmasa, kelib aytaversin. Aldadilaring, aldash niyatimiz yo'q. O'tgan yil ham men kanalga bir ko'pkari bo'lgan, o'zingiz kelib oldingiz. Reklama qilingan narsa hamma zotda qo'yilgan. To'g'rimi? Tuyalarni ham Qashqadaryoning palvonlari kutuvdi. Kimga nasib qilsa, aksin. Men toylar mana hozircha to'y egasining o'zi 4 ta to'y atab qo'yibdi. Yana chet-chaqadan keladi to'ylar. Hurmatli aka-ukalar, mana ko'rib turibmiz, bitta tuya. Mana bu yerda 2 ta qo'y, 1 sarka hamda 4 ta toyini ko'rdik va 2 ta tuyasi mana
Undan tashqari yana 4 ta tanalari bor ekan. Endi ko'ryapsiz, hammasini joni bor. Shunday. Bir allash uchun bir nimkalasini topib kelgani yo'q. Hammasi o'ta ajoyib ekan. Hurmatli polvonlar, otbozlar, ko'pkari ixlosmandlari, sizlarni lutfan taklif etamiz. Bir kun oldin mana qo'niqqa, undan keyin ertalabki nahar oshda yeb, ana undan keyin ko'pkari maydonga o'taverasizlar. Ko'pkari maydonimiz qayerda, Alloh nasib qilsin. Ko'pkari maydonimiz hozir borib nima qilib kelamiz? Aniq 2 joy bor. Yaylov, zo'r, zakonli joy. Kecha chopilgan joyda ham borib ko'ramiz. Yana boshqa joyda ham joyimiz bor. Ikkovidan birini belgilaymiz. Endi yaqin joyda belgilaymiz. Yaqin endi 4-5 o'zimiz mahallamizda. Mana shu to'yxonadan bir uzoqsa 2 kilometr, 1 kilometr nariroqda. Mana. Hurmatli akalar, osh yeb, sirazi keyin ko'pkariga o'taveramiz. Shunday. Mana zotlari. Mana tanalar, ho'kizlar bor ekan bu yerda. Mana toylarni ko'ryapsiz. Hammasi dadil ekan. Kelaversin hammasi. Ha, albatta kutib qolamiz. O'zimni hisobimdan 4 ta to'y to'liq qo'yiladi. Ha. To'yda Bakavul Aktam komandir olib boradi to'yda. Albatta bu yerda juri a'zolari bo'ladi. Shu Aktam komandirni bilasizlar. Palvonlardan hammasi taniydi, o'zi ham chopgan. Otbazni ham, palvonni ham kiydirmaydi, xudo xolasa. Bultir ham ko'ruvdilaringiz, mana o'zi ham to'y qildi. Hech kimda mehnatini kiydirgan. Ko'p joyda to'g'ri ko'pkari to'ylarda mana shunday katta shunday to'ylar o'tkazib kelyapti. Odilana juda chiroyli, ajoyib o'tkazyapti. Alloh nasib qilsa ertangi to'y ham xuddi shunday halol chopiladi. 100% jipga beriladi deb o'tiribdi mana to'yiga. Kelaversin albatta. Qancha bo'ladi, Alloh nasib? Ha? Takalar. Takani og'irligi chiqsa bir 55-60 shu atrofda. Shu belgilangan kilogramm bo'ladi-da. Ha, shunday. Mana davlat standart, xudo xolasa. Hurmatli cho'ng'andozlar diqqatiga. Mana bugun Pastdarg'om tumanining Ildik mahallasi Kanalaqa qishlog'ida, ya'ni Shoderboni xonadonida juda katta to'y, katta ko'pkari. Bu odamning o'zi avvaldan yoshlikdan shu ko'pkariga qiziqib kelgan insonlardan biri. Mana bu 4-to'yi hisoblanadi. O'sha nevaralarini, farzandlarini hammasini to'y qilgan. Bu odam faqat beraman deb to'y qilyapti. Shu elda vaqtida otboz bo'lgan o'zi otlar olib kelgan boshqaga shucha eldan olgan elga beraman deb bugun mana to'y o'tkazyapti. Shu hammalaringizni mana shu to'yga taklif qilib qolamiz. Bu yerda hech qanday bir faqat jipga chopiladi bu. Mana oqsoqolimiz ham shunday deb aytdi. Jipga beriladi. Seniki meniki degan gap yo'q. Kim mana shu olib chiqsa beriladi shu. Yana bir bora mana shodir bo'lgani ham shu bugungi boshlanayotgan to'y bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ular ham sog' omon bo'lsin. To'y bo'layotgan yigitlarni ham, uylanish to'ylarida ham o'zi sog' salomat yurishini tilab qolamiz Xudodan. Rahmat. Mullo. Amin. Esanlik, chiroyli, xotirjamlik bo'lsin, to'yimiz yaxshi o'tsin, barakatli bo'lsin. Xudo hammani shunday to'ylarga bersin. Amin. Alloh. Hurmatli akalar, mana avtomobilda demak salonlari. Mana shu Jigulida borini aytamiz akalar. Yurish turishi hammasi holati yaxshi. Qo'yilgan zotni Xudo xolasa beriladi. Nasib bo'lsa, olib ketaverasiz. Mana go'zali hamda mana tuyalarga e'tibor bering. Kattaligiga, holatiga. Nasib bo'lsa, allamay to'y qilaman degan ekan. Yil kiysin, mazza qilsin. He, albatta. Zotini ol. Kim bo'lsa ham zo'rasin. Bizlar shuni nimasi balikchiga. Zo'rda talabi. Hurmatli akalar, mana otbozlar mana otini bog'yapti 1 yildan buyog'iga. Shunday. Bir zot ayiradi, bir zot ayirsin. Nasib bo'lsa, mana shu katta tuyalarga, toylarga ayirib yurursin. Mana bu yoqda qo'ylari bor ekan mana. Hali ertandan o'zi qo'y, echkilar, sarkalar kelaveradi. Bu tuygani zot. Ha, o'ziniki. Qancha to'ylarga borib chiqib, ikkita olimani nevaralarni sunnat to'y qilyapti. Bular ham shu Xudoga shukr. Qayerga to'yga borsa zot aytib bergan yigitlar. Omadini bersin. Hurmatli akalar, mana ko'rib turibmiz. Nasib bo'lsa, juda go'zal o'tadi, ajoyib o'tadi. Mana to'ylar, ha? Nasib bo'lsa. To'ylar yaxshi to'ylar. Mana katta to'ylar ekan. Shunday. Ot bo'ladigan to'ylar. O'zini nimalari, shu boytallarning bolalari, bir joydan bir to'ydan borib, bir palvondan sotib olib kelgan to'ylar emas, mana abdidan ko'rishdan birdan bila. O'zi bir nima deydi bu? Shunday. Qoraqalpoq to'y emas-ku bular. Ha. Qo'ychalar ham baq o'tgan ekan mana. Normal ot ekan. Yaxshi. Mana keyingilar.
Mana to'ycha. Bu qolgan ho'kizchalar, ana. Ha, ho'kizchalar. Ho'kizchalar ham mani normaligini, chiroyligini ho'kizchalar. Mana bunisi. Mana bu ikkita ho'kiz. Realniy ho'kizcha mana. Navoscha ekan. Navoscha. Navoscha. Bu ikkalasi tana. Ha, ikkalasidan rangi toza. Ha. To'y uchun atab olib qo'ygan tonalarda. Bu ham dehqonchilik o'zini mollarini bolalar. Alloh nasib qilsin hammaga shunaqangi to'y, shunaqangi ko'p karlar qilish.